Menga har kun sizga o'xshagan qancha yigit shunaqa taklif berishini bilasizmi? Sizga nima farqingiz bor ulardan? Men qiz bilan gaplashganimda bironta gapimga kuladigan bo'lsa, meni sevib qopti deb o'ylamayman. Mayli, xo'p, qani ko'raylik-chi. Qayerga taklif qilgan ekansiz? Ketdik. Faqatgina Romeoni dadini ko'rish uchun boryapman. Mashina haydash bilasizmi? Ha, endi o'rganganman. O'sha kun baxt haqida gapirgandingiz. O'zingiz baxtlimisiz? Tushunarli. Uyali ham chiroyli ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri muhimroq? Sevishmi yoki sevilishmi? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi qanot xush uchun muhimroq? O'ngmi yoki chapmi? Что со мной сыграешь свадьбу. Я не знал, что это временно. К чему все эти клятвы? Это песня моя память. Прошу, не плачь, ты моя дуня. Rahmat. Nima uchun? Bugungi kun uchun. Alo. Senga qizlar qalay ketyapti? Yaxshi. Sevib qolmadingmi ish qilib? Aka, men sevmayman. Qizlar meni sevadi. Krasavchik. Bo'ldi, ishingni boshla. Ko'p cho'zig'mi? Xo'p. Tinchlikmi? Srochni ketmasam bo'lmaydi. Akam avariya bo'libdi. Keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p.